aynan terma jamoamiz murabbiylari borasida. Umuman qanaqadir chet eldan murabbiy kelishiga unchalik tarafdor emasdim. Lekin Valverde bilan Husanov sal farqliroq. Husanovda kichik jarohat bor deyildi, lekin Valverdeda ochiqcha aytildi. Valverdeda hech qanaqa jarohat yo'q. U terma jamoa uchun Real Madriddan qo'yib yuborildi. Real Madrid qanaqa edi? Mana sizni o'zingizga agar hisobni olib tashsak, Real Madrid qanaqa ko'rindi Atletico bilan o'yinda? Yo'qdi, men janjal bilan olib ketib, 4-5 soat ichida mashg'ulotda jarohat oldi. Endi bu murabbiylarning talabi, murabbiylarning qarashi. To'g'risi men hech qachon El Clasicoga juda katta bir kutilma bilan, qanaqadir ajdaniya bilan qaramayman aslida. Hammaga assalomu alaykum. Fanat loyihasi navbatdagi son. Men Mester Tog'ayev. Bugun Real Madrid haqida gaplashamiz va bugungi ajoyib mehmonimiz, bugun Real Madrid uchun ekspert sifatida tashrif buyurilgan Islom Ali. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Real Madrid haqida boshlashdan oldin ayni vaqtda FIFA kunlari bo'lmoqda bizda va FIFA kunlariga doir eng oxirgi yangiliklar va eng muhokamaga sabab bo'ladigan masala ham aynan terma jamoamiz murabbiylari borasida. Agar qarshi bo'lmasangiz, shundan boshlasak birinchi. Murabbiyimiz almashdi. Asosiy murabbiyimiz endi Fabio Cannavaro bo'ldi. Bu vaziyatga umuman bu vaziyat atrofida aylanayotgan gap so'zlarga va Fabio Cannavaroning O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy bo'lishiga sizning fikrlaringiz qanaqa? Xo'sh, endi ko'pchilik qatori dangal maqsadga o'tadigan bo'lsak, men ham bu etapda, ya'ni bu srokda, shuncha vaqt mobaynida, ya'ni jahon chempionatiga shuncha vaqt qolganda umuman qanaqadir chet eldan murabbiy kelishiga unchalik tarafdor emasdim, ochig'i. Ya'ni hamma murabbiylar uchun, ya'ni futbolni tushungan ozgina inson sifatida, futbol muxlisi sifatida ham, shu chuqur juda ham ko'p yildan beri futbolni kuzatadigan inson sifatida, sababi juda ham qisqa vaqt va jahon chempionati uchun maxsus keladigan murabbiy o'zi umuman adekvat. Hozir o'sha hamma muxlislar ham o'zi tahlil qilib, o'zi analiz qilib yoki hamma o'sha yangiliklardan bilsa bo'ladiki, har bir keladigan mutaxassis o'ziga juda ham katta muddat so'raydi jamoani tayyorlashga. Jamoani tayyorlab, shu o'zini qanaqadir o'zi avvalambor har bitta mutaxassisga muhim u jamoa qanaqa futbolchilardan tashkil topgan, undagi bor har bitta, chunki mutaxassis o'zini yo'nalishi bor. Uning yo'nalishiga bu jamoa tushadimi yoki yo'qmi? Bu jamoadan u o'zini yo'nalishiga mos jamoa shakllantira oladimi yoki yo'qmi? Bu professional bo'lgan mutaxassis o'ziga o'zi birinchi navbatda beradigan savoli bo'ladi. Shunaqa unga taklif kelib tushganda va albatta u narsa to'g'ri kelsa, u ha deb javob berishi mumkin va o'sha qanchadir muddat so'rashi mumkin bu jamoani to'laqonli qanaqadir katta turnirlarga tayyorgarlik ko'rishiga. Agarda u yo'nalish to'g'ri kelmasa, u kechirasiz, bu jamoada meni qiladigan ishim yo'q deb bemalol ayta oladi professional mutaxassis o'zi aslida. Endi bu voqea endi bo'ldi, endi bo'lsa ham bo'ldi. Cannavaro keldi. Cannavaroni biza qanchalik yaxshi ko'rmaylik futbolchi sifatida, umuman o'sha futbolchi shaxs sifatida, menda endi oxirgi kunlarda shunaqa xayol yuribdi. Ish qilib Cannavaroni qanchalik yaxshi ko'rgan bo'lsak, shunchalik yomon ko'rib qolmaylik degan. Ochig'i, bu avvalambor o'zimizning eng katta jamoamiz, bosh jamoamiz, O'zbekiston terma jamoasiga bo'lgan muhabbatimiz, muxlisligimiz, unga bo'lgan katta mehrimiz tufayli bu fikr kelyapti. Lekin baribir mayli, endi keldi, ishni boshladi, yaxshi bo'lishini xohlaymiz, so'raymiz, kutamiz, ishonishga majburimiz. To'g'risi ishonamiz deya olmayman, ishonishga majburimiz yaxshi bo'lishiga. Endi bu yerda faqatgina murabbiy emas, balki butun terma jamoa shtabidan tortib yigitlarga ham hamma narsa bog'liq har qanaqasiga. Ko'ramiz. Umuman menga qolsa Timur Kapadzeni o'zi qolgani yaxshi edi. Endi shu o'rinda shu to'liq savolga javob berish uchun aytaman.
chunki Temur Kapadze vaholanki o'sha oxirgi bosqichda Katanitsi bu ahvolga endi majburan shu sharoitga tushgani va shu sharoitdan kelib chiqib Kapadze tayinlangani-yu va Kapadze qo'l ostida faktiski jahon chempionatiga yo'llanmani olganimiz va Kapadzeni hali o'sha har o'yindan, har turnirlardan, umuman karyerasida shunaqangi bir zinapoya bo'lib kelayotgan ham omadi, ham shu jarayonga bir to'g'ri kelib qolgan vaziyatidan kelib chiqqan holda uni o'zi hattoki bilmagan qanaqadir ambitsiyalari, o'zi hattoki kutmagan ichidagi motivatsiyalari jahon chempionatida hech kimga mana kutilmaganda hech kim ko'ra olmaydigan qanaqadir bir sirli kuch bo'lishi mumkin edi degan tasavvur bor menda. Chunki har bittamiz agarda o'zimizni sohamizda qanaqadir bir aytaylik ahamiyatli bir voqea ham guvohi, ham uni bir qismiga aylanib qolsak, o'sha o'zimizni bu sohaga bo'lgan muhabbatimiz evaziga, bu sohaga yurib kelgan yo'limiz evaziga ichimizdan shu ko'rinmaydigan qanaqadir bir kuch paydo bo'lib, bu sohaga qattiq bir plyus olib kelib berishimiz mumkin. Xuddi shunaqa Kapadze ham qilib berishi mumkin edi va Kapadze endi o'zbek futbolini hozirgi kunda o'sha terma jamoa, Olimpiya terma jamoasidan keyin va terma jamoani ham o'yinchisi yaqin o'tmishdagi va ham murabbiy va bolalarni tanigani uchun ancha unga qulayroq bo'lardi tayyorgarlik ko'rish jahon chempionatiga va olib borish. Har bir muxlis o'zi uchun tahlil qilib ko'radi baribir. Nima uchun aynan bu murabbiy qaysi kriteriya asosida tanlandi deb. Shaxsan menda shunaqa taassurot uyg'otdiki, nima bo'lsa ham shu noto'g'ri o'ylagan bo'laymen. Men shunaqa deb o'yladimki, Cannavaro reklama uchun olib kelindi. Qaysi ma'noda? Eng mashhur insayderlardan biri Fabrizio Romano xabar berdi bu masalada. Ikkinchi masalasi o'sha memlarni to'xtatmasdan hozir eng avjiga chiqadigan Hamid Sahari ham bu mavzuda video qilgan. Va boshqa Cannavaro taniqli odam baribir. U murabbiy bo'ladimi, futbolchi bo'ladimi, Cannavarodek shaxs murabbiy bo'lib bir terma jamoani olib borayotgani bu qaysidir ma'noda yaxshi reklama bo'lishi mumkin, yaxshi marketing bo'lishi mumkin. Men mana shu narsa asosida olindi deb o'yladim, katta ehtimol. Siz tahlil qilib ko'rganingizda nima deb o'yladingiz? O'zingizga qanaqa javob topdingiz bu savolga? To'g'risi endi bunga men javob topganim yo'q, aniq. Endi mantiqiy qanaqadir tasavvurlar bor, bu shunchaki tasavvur bo'lib hamki subyektiv tasavvur, ya'ni bu yaqinda o'sha jahon legendalarini kelib ketishgan edi. O'shandagi bo'lgan qanaqadir bir taxminiy muzokaralarning natijasida yoki o'sha terma jamoaga murabbiy tanlash, izlash ishlarini bajaradigan mas'ul xodimlarni orasidagi bir ro'yxatiga tushib qolgan va o'sha ketma-ketlikda bundan oldingi xuddi ro'yxatdagilar kabi va navbat bunga yetib keldi. Balki uni italiyalik bo'lgani, aytaylik Italiya futboli bilan bizani ozmi ko'pmi ozgina bog'liqlik taraflarimiz bor. Bilmayman, bu o'sha aytayotganimda subyektiv tasavvurlar o'shalar orqali qanaqadir bir yechim bo'lgandir. Endi sizni fikringiz reklama bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Cannavaroning o'rnida kim bo'lishidan qat'iy nazar bu reklama instrumentlari xuddi shunaqa ishlashi mumkin edi. Misol uchun Hamid Safaridagi kontentlar yoki bo'lmasa Fabrizio Romano bilan bo'ladigan kontentlar hammasi boshqa hamma murabbiy bilan bo'lishi mumkin edi. Bu O'zbekiston imidji uchun, O'zbekiston futboli, O'zbekiston sportini yanada jahonga ko'proq eshitilishi, ko'proq ko'rilishi, ko'proq tanitilishi, ko'proq intriga uyg'otish, hey biz ham bormiz jahon chempionatida va biz jahon chempionatiga tayyorgarlikni bugundan boshladik o'ylashni, bugundan harakatni boshladik deb qo'yish uchun kerak bo'ladigan instrument.
aslida va bu to'g'ri. Chunki ertaga jahon chempionatiga qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shilayotgan har bitta jamoa, qo'shilishga yaqin qolgan jamoa ertaga O'zbekiston bilan bir guruhdan joy olishi, O'zbekiston bilan umuman raqib bo'lishi mumkin bo'lgan jamoalar bu xabarlardan ozgina bo'lsa ham hovliqib qaraydi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, bu narsani inobatga olishadi. Ya'ni tayyorgarlik ko'rayotganimizni inobatga olishadi. Bu kerak. E'tibordan chetda qoldirishmaydi. Ya'ni O'zbekiston ham bor, bilmaymiz ular nima qilishyapti, nima bo'ladi, ularni yutamiz demaydi. Ular tushunishadi, işte O'zbekiston jiddiy jahon chempionatiga tayyorgarlikni ko'ryapti va ularga qarshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak deb. Ana endi tanganing ikkinchi tarafi, biz shunchalik katta nog'ora chalib biz tayyorgarlik ko'rayotganimizni aytdikmi, qo'rqitdikmi, shunga munosib o'ynab berishimiz ham kerak. Bu ikkinchi taraf. Bu tarafi menga qiziqroq. Har doimgidek endi ozmi ko'pmi bu narsa ham yangradi-yu, jahon chempionatiga chiqqanimizdan keyin bu voqealar umuman o'zi chiqqanimiz jarayondagi o'yinlarimizni sifati darajasidan balkim jahon chempionatiga chiqishimiz hali vaqtlidir degan anaqa ham bo'lib qoldi. Ya'ni chiqqanimizdan keyin baribir bu hissiyot bor, endi bu o'yinimiz bor va bundan keyin vaqtlimikin degan savollar ham bo'ldi. Endi u yoqda bu yoqda kommentariyalarda ham yoki har xil boshqa bloglarda ham bu narsaga guvoh bo'ldik. Ya'ni u yoqda endi biz dostoyniy o'ynashimiz kerak, yaxshi o'ynashimiz kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, shunchaki yaxshi o'ynashimiz kerak. O'zimiz haqimizda yaxshi taassurot uyg'otib borishimiz kerak. Bo'ldi. Endi FIFA kunlari birinchi o'yinni rasmiy murabbiylik ostidagi birinchi o'yinni baribir Kandavar boshlab oldi. Garchi biz bilib turibmizki, bu tarkib, bu o'yindagi imzolar hammasi Kapadzenikiga bo'lishiga qaramasdan rasmiy murabbiy baribir Kandavaro bo'ldi. Bu garchi raqib jamoamiz quvvat bo'lishidan qat'iy nazar kiritilgan g'alaba qanchalik o'ziga bo'lgan ishonchni orttirishi mumkin Kandavaroni. Va bu ertangi bo'ladigan bu Urugvay bilan o'yin ham qaysi tomondan ta'sir qiladimi? Endi hozir Quvayt bilan bo'lgan o'yinni Kandavaroni bizning terma jamoaga qo'shgan qanaqadir bir hissasi yoki bir yangiligini haqida gapirishimiz noo'rin. Baribir unda 1,5 kun agar aslini oladigan bo'lsak 1,5 kun mashg'ulotda o'tish bo'ldi. Sababi u keldi, tanishdi va o'yin bo'ldi. Qisman. Ya'ni mashg'ulotda ham o'ylamaymanki bir kunda ular butun yordamchilari bilan, futbolchilar bilan hammasi bilan tanishib, umuman o'yinda endi tanishishgan deb juda ham katta umid qilamiz. Umuman jamoamiz bilan, o'yinlari bilan, o'yin stili bilan, o'yindagi burilishlari bilan, lekin bir kunda, 1,5 kunda katta o'zgarishni singdira oldi deb o'ylamayman. Lekin o'yinni o'ziga keladigan bo'lsak, o'yindan hattoki men o'sha Kapadze boshqargan jamoadagi o'yinni ham ko'rganim yo'q. Men o'zimni juda shaxsiy fikrim qanaqadir palaparchiroq o'yin ko'rdim. Aslida jamoada bitta nafas yo'q, bitta bosh yo'q, qanaqadir bir g'oya yo'q. Qo'pol qilib aytganda juda ham yengil o'rtoqlik o'yini va hamma shunchaki o'zini har tomonlama o'zini tomonidan, o'zini rakursidan ko'rsatishga harakat qilgan o'yinni ko'rdim. Mantiqiy qanaqadir bir strategik yoki ozgina bo'lsa ham bir boshqa bir jamoaviy o'yin bo'lmadi. Splachonnost, bir hamfikr o'yin bo'lmadi. Ham fikrli jamoani ko'rganim yo'q men shaxsan o'zim. Va endi bu o'yindan keyin ertaga Urugvay bilan ko'ramiz va bu yanada ko'proq umuman terma jamoani hozirgi bu tarkibdagi ruhini, bu tarkibdagi fikrini bizga ko'proq yana ochib beradi. Shunaqa. Hozircha Kapadze yordamchi murabbiy va o'sha matbuot anjumanida ham aytib o'tdiki, tezkor matbuot anjumanida desak bo'ladi, to'g'riroq bo'lardi. Tezkor matbuot anjumanida aytib o'tdiki, hozircha jamoaga qo'shilib ketishga yordam berib turaman, lekin ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi deb aytdi. Okey, murabbiy o'zgardi, buni hech qanaqa o'zgartirib bo'lmaydi.
lekin shu bilan ham Kapadze hech bo'lmasa yordamchi murabbiy bo'lib qolganda ham terma jamoaga foydasi ko'proq tegarmidi yoki o'zini imejiga yordamchi murabbiy sifatida jahon chempionatiga borish salbiy ta'sir qilishi mumkinmi? Bu borada menimcha Kapadze uchun biz o'ylashimiz sal noto'g'ri. Nima to'g'ri tushungan bo'lsam, chunki bu uje Kapadzening o'ta shaxsiy o'zi qarori bo'lishi kerak. Chunki Kapadze alohida katta murabbiy, alohida shaxs. Biz u darajadagi, men endi o'zim uni u darajadagi ekspert deb hisoblamaymanki, bu holatda, bu formatda qanaqadir to'g'ri qaror qilishga. Agarda endi nimaga bunaqa dotganimni oladigan bo'lsak, tahlil qilsak, Cannavaro ham alohida shaxs, alohida murabbiy, o'zini qanaqa bo'lmasin murabbiylik tarixiga ega, yaxshigina, menimcha bir 8-9 yillik murabbiylik tarixiga ega, adashmasam. Kapadze ham xuddi shunaqa va har biri teng barobar ular uchun hal qilinishini menimcha xohlashmaydi. Bu inisiativa yo Cannavarodan chiqish kerak yoki federatsiya Cannavaroga taklif berish kerak, lekin ikkalovini teng qo'yib, ya'ni bu taklif va ikkala murabbiy ham bu tandemga, bu yo'lga, bu formatga rozi bo'lsa-gina ishlashi mumkin. Rozi bo'la olmasa, ya'ni ularni yo'nalishi, ularni qarashlari, ularni o'yinga bo'lgan, umuman futbolni tuzilishiga bo'lgan qarashlari umuman boshqacha bo'lishi mumkin. To'g'risi, men Cannavaroni hujumkor futbol yaxshi ko'raman deganini eshitdim yoki tarixdagi murabbiy Xitoydagi ishida yoki Guanjoudagi ishida qaraydigan bo'lsak, unaqa katta bir o'zini alohida xuddi bir boshqa murabbiylar kabi qanaqadir falsafasiga egaligini bilmaymiz. O'rta miyona tartibga solingan, alohida bir o'zini tarkibini shakllantirib olgan bir murabbiy misoli. Shuning uchun bu yoqda ko'p bir va katta taxmin qilish menimcha noto'g'ri. Shunaqa. Endi baribir garchi o'yin soni kam bo'lsa ham, Urugvay bilan o'yindan keyin, ya'ni shu oydagi FIFA kunlarida biz Cannavaro haqida bir qisman bo'lsa ham fikrga ega bo'lishimiz mumkin baribir endi. Endi Urugvay bilan o'yindan ko'ramiz. Garchi Urugvay ikkinchi tarkib bilan kelgan bo'lsa ham, ko'p misol bizni deylik Abduqodir yo'q. Kecha Fayzullayev jarohat olib oldi. Tarkib jihatidan teng bo'lishi mumkin terma jamoalar darajasi, lekin baribir tajriba sifatida Urugvay ancha balandroq. Buni tan olishimiz kerak. Va shunda ko'ramizki, endi Cannavaroni garchi o'z so'zini aytsa, menimcha Cannavaroni biz baribir bila olmaymiz. Hozir Urugvay bilan o'yindan keyin. Chunki juda ham qisqa vaqt. Hozir Kuvayt bilan o'ynadi. Bir kundan va yarim kundan bilan ular uchib ketishdi. 8 soat, 9 soat uchishadi, paka borib joylashishadi. Ya'ni ularda unaqa katta vaqt bo'lmaydi baribir, yana mashg'ulotlar qilib Cannavaro o'zini falsafasini, o'zini qanaqadir qo'lini jamoaga singdirishga, o'zini qarashlarini jamoaga singdirishga hali ham vaqti kam. Shuning uchun anaqa. Yana bitta narsa, shu o'rinda hozir Urugvay deganingiz, Urugvay haqida o'qiganimda va bitta narsani tushundim. Urugvay ham o'zini asosiy futbolchilarini ko'pini jalb qilmagan terma jamoaga va mana o'tdi aniq tiniq tushunish mumkin. Birinchisi, nimaga asosiy futbolchilarni jalb qilmagan? Asosiy futbolchilarga dam bergan. Bu tushunarli. Nimaga dam bergan? Chunki asosiy futbolchilari o'zini klublarida, chempionatlarida va ko'pi top klublarda o'ynayotganligi sababli Chempionlar Ligasida, kimdir UEFA kubogida to'p suryapti. Ya'ni grafiki juda ham zich. Shuning uchun ularga dam bergan. Bundan unumli foydalanib, maksimal yoshlarni jalb qilgan, kengaytirilgan tarkib jalb qilgan va ularni ko'pini ko'rib oladi, tekshirib oladi. Zaxira o'rindig'ini ham sinash, o'rtoqlik o'yini bilan umuman boshqa kontinent davlat, ya'ni biza ular boshqa kontinent davlatdagi jamoa bilan umuman boshqa neytral davlatda hamma uchun hamma yengillik bo'ladi va bu
umuman yengili bo'lgan maydonda, yengili bo'lgan jamoa bilan o'zini ko'rsata olgan o'yinchi, u xohlagan boshqa komanda jamoa bilan ham o'zini ko'rsata oladi. Ya'ni tushunarli mantiq ularni murabbiylarini, ularni futbolni falsafasini mantig'i tushunarli. Nimaga aytyapman bu narsani? Bizani ham holatda shunaqa bir yo'l tutsak yaxshiroq bo'lar. Chunki bizani ko'p futbolchilarimiz kelasi yozgacha hozirgi asosiy futbolchilarimiz yana bir yosh yo'qotishadi. Bizani asosiy futbolchilarimiz futbolni o'sha oltin yoshidan o'tayotgan futbolchilar va shu tarkib bilan jahon chempionatiga borishni reja qilishimiz menimcha unchalik to'g'ri emas. Shu tarkib chiqdi va shu tarkib borish kerak degan hech qayerda yozilgan qonun qoida yo'q. Umidli yosh, tajribasi, umuman dunyosi o'zini qo'liga ega bo'lgan, o'zini podpisiga ega bo'lgan o'yinchilarimiz ko'p, talaygina. Menimcha biz ham xuddi shunaqa yo'l bilan borsa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Va buni yana bitta foydali jihati shundaki, terma jamoada raqobat yanada kuchayadi. Raqobat har doim jamoani zo'rroq shakllanishiga o'z-o'zidan yordam beradi. Shunaqa. Fikrlaringizga qo'shilaman. Men aytganim, endi baribir Kapadzeni o'yin uslubini bilamiz va Urugvay bilan o'yin qisman bo'lsa ham Kannavaroni qo'li teggani bilinadimi yo'qmi? Yoki shu Kapadzeni hozircha qilayotgan ishini davom ettiradimi? Shu ma'noda nazarda tutgandim. Endi ko'ramiz, endi o'yin o'tsa. Endi hozircha Kapadze bor ekan, menimcha baribir ko'p narsa ko'rmay kutmaslik kerak Kannavaroni. Shu jamoadagi bor falsafani, jamoadagi bor tartibni o'zini saqlab qolib, o'zini sekingina bitta-ikkita yurishlarini qilishi mumkin. Agarda ertangi o'yinda bizni ko'ra olamiz o'shanda. Agar yurishlari bo'lsa bizga ko'rinadi deb o'ylayman. Yoki bo'lmasam o'zi aytadi, men bunaqa yo'nalishda ishlab ko'rishni xohladim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu futbolchini o'yinga tushirmadim, boshqa futbolchini boshqa vazifa bilan tushirdim. Endi buni o'yinda ko'ramiz faqat. Shunaqa. O'ylaymanki, terma jamoa haqida yetarlicha gaplashdik. Endi sekin klubga o'tsak ham bo'ladi, ya'ni Real Madridga o'tsak va mavzuni suhbatni bog'lash uchun bir-biriga Real Madridni, ya'ni Real Madrid futbolchilarini FIFA kunlaridagi o'zini tutayotgan o'rniga bilan bog'lamoqchiman. Ya'ni Mbappe Fransiya terma jamoasiga chaqirildi va kecha ko'rdikki, jarohat oldi. Mastanton Argentina terma jamoasiga chaqirildi va kecha ko'rdikki, jarohat oldi. Vinicius hamda Rodrigo Braziliya terma jamoasiga chaqirildi va ularni dodasi, sevimli dodasi qo'lida o'zlarini maksimal zo'r ko'rsatishga harakat qilyapti va maksimal erkinlik bergan Ancelotti. Va meni xursand qilgan yana bir xabar shuki, bu O'zbekiston hamda Urugvay o'yiniga aloqasi yo'q. Shunchaki Valverdeni Real Madriddagi o'rni kattaligi uchun Valverde Urugvay terma jamoasiga chaqirilmagani rostakam odamni xursand qildi. Chunki aytib bo'lmaydi, Valverde juda agressiya bilan o'ynaydi, erta nima bo'lishi mumkin. Xo'p, savol shundan iboratki, FIFA kunlari terma jamoalar o'zi bir oyda 1-2 bo'ladi. Shu bir qisqa muddatning ichida ko'p uzoq muddatli jamoaga falokat keltirishi mumkin. Mana endi Mbappe ketdi, Mastanton ketdi. Bizni oldinda hali zo'r o'yinlar kutib turibdi va El Clasico ham hech qancha vaqt qolmadi El Clasicoga ham. Bu mavzuda fikrlaringiz umuman FIFA kunlarida futbolchilarni yo'qotayotgan klublarga nimalar bo'ldi? Bundan hech qanaqasiga menimcha qochib qutulib bo'lmaydi. Bu har doim bo'lgan. Endi oxirgi menimcha 5 yilda endi futbol o'zgarishi, futbol taqvimlarini o'zgarishi, futbol taqvimlarini zichlashi evaziga hozir juda ham bunaqa holatlar ko'p, lekin bitta tarafi bor. Boshqa tarafdan futbol meditsinasi, sport meditsinasi juda ham rivojlanib ketgan. Hozir qayta tiklanish juda ham qisqa vaqt muddatda bo'lishi ehtimoli katta, yechimlari ko'p. Mbappeni jarohatini men bugun o'qidim, unchalik og'ir emas, unchalik katta emas va u Real Madrid o'yiniga bemalol qayta olishini o'sha aytishgan doktorlar. Mastantoniki ham shunaqa.
Endi u yoqda Realda umuman asosiy yo'qotishlar himoyada. Ular o'ng qanotda ikkita himoyachimiz ham, Arnold ham, Carvajal ham uzoq Militao ham. Bu yoqda ularning jarohati jiddiy va umuman Realda hozirgi eng katta nozik nuqtasi himoya. O'sha jarohatlarning evaziga shunaqa bo'lib qolgan. Terma jamoalardagi o'yinlarga klublar mana qanaqa yondoshadi. Xuddi Abduqodir Husanov ham bizga kelmaganda, Valverde ham kelmadi terma jamoaga. Ya'ni u yerda klub agarda yo'lini topsa, menejerlari, futbolchini menejerlari klubni menejerlari terma jamoa menejerlari bilan gaplashib, bu o'yinni o'tkazib yuborishi, uni kelajagiga, uni sog'lig'iga hozir agar dam bera olishini so'ra olsa, bu qoladi. Ya'ni menimcha Valverde bilan Husanovda ham xuddi shunaqa holat. Husanov ham kichkina jarohati bor va uni evaziga u balkim kelishi уже o'ynashga tayyordir, lekin City menejerlari Guardiolani topshirig'iga asosan yoki Cityning o'zining rahbariyatining topshirig'iga asosan uni olib qolishgan menimcha. Lekin Valverde bilan Husanov sal farqliroq. Husanovda kichik jarohat bor deyildi, lekin Valverdeda ochiqcha aytildi. Valverdeda hech qanaqa jarohat yo'q. Unda ochiqcha aytildi. Sababi undan oldin aytdim-ku, Urugvayda asosan yoshlar. Klub ham, terma jamoa ham bir-birini tushungan holda yaxshi ishga qo'l urishdi. Terma jamoa ham Valverdega dam berdi. Bu yerdagi formulovka shunaqaki, u terma jamoa uchun Real Madriddan qo'yib yuborildi, lekin terma jamoa Valverdega dam olishga fursat berdi. Ya'ni u futbolchini grafikidan kelib chiqib, uni terma jamoaga kelib qo'shilishiga tayyor bo'lsa ham, unga dam berishni ma'qul topdi. Mana shu haqiqatan hurmat qilishga, ya'ni muxlislarning hurmatini qozonishga juda katta bir sabab bo'ladi, deymi? De La Fuente garchi Barselona o'zi aytdi, Yamalni bermaymiz. Ko'p o'ynab yubordi o'zi jarohatdan yaqinda qaytdi. Qo'ylaring desa ham, yo'q deb men janjal bilan olib ketib, 4-5 soat ichida mashg'ulotda jarohat o'tiribdi yana. Bu o'zaro kelishmovchilik, maydonda ham o'z so'zini aytadi baribir. Endi bu murabbiylarning talabi, murabbiylarning qarashi. Bu yerda futbolchini ham o'zini, chunki biz yangiliklar orqali yangiliklarni o'sha klub yoki terma jamoa nomidan yangiliklarni eshitamiz. Biz futbolchidan eshitmaymiz. Vaholanki u yerda bo'lishi mumkin. Futbolchiga doktorlar o'ynashing ham mumkin, lekin dam olganing yaxshi desa, u men o'ynayman deydi. Masalan, nimaga unaqa deyapman? Yamal yoshligini hisobiga uni ambitsiyalari, uni emotsiyalari ko'proq boshqaradi hozirgi yoshida. Endi bu tajribadan har doim shunaqa bo'lgan. U aytishi mumkin, yo'q, men o'ynayman, men o'ynashim kerak, men rezultatlarimni, ko'rsatkichlarimni kuchaytirishim kerak, ko'paytirishim kerak deb doktorlarga oxirgacha quloq solmasdan, xuddi meni yoshini hisobiga, ya'ni borib va o'sha 4-5 soatda jarohatini olib yana yotadi. Va tajriba shunaqa qilib keladi aslida. Lekin agarda undan to'g'ri xulosa qilinsa, tushunarli. FIFA kunlaridagi Rodrigo haqida ozroq gaplashamiz va keyin to'laqonli Real Madridga o'tamiz. Rodrigo Real Madridda yetarlicha vaqt berilmayotgan eng iqtidorli futbolchilardan biri. Qo'shilaman. Lekin kecha biz ko'rdikki, Braziliyada dubl qayd etdi. Endi Vinicius haqida gaplashish shart emas, chunki Vinicius Real Madridda ham o'z ishini yetarlichadan ko'proq bajarib qo'yyapti. Rodrigo kecha ko'rdik, Braziliya bilan dubl qayd etdi. Ancelotti oldindan Rodrigoga ishongan va bundan keyin ham stabil ishonishiga men ko'zim yetadi bu narsaga. Lekin Xabi Alonso shunaqa narsaga yo'l qo'yurdiki, jamoaga yangi qo'shilgan Mastantononi shunchaki Rodrigoni o'rniga qo'yib, ikkita braziliyaliklarni bir qanotga raqobatdosh qilib qo'ydi. Bu to'g'ri tushunamiz, raqobatdosh bo'lishi, talab kuchli bo'lishi bir pozitsiya uchun albatta o'sishga olib keladi. Lekin bir qanotning zaiflashishiga ham sababchi bo'lsa agar, bu yo'ldan qaytgan ma'qul deb hisoblayman. Siz bu Xabi Alonsoni tutgan yo'liga qanaqa qaraysiz? To'g'ri qarayman, sababi Alonso yangi jamoani qo'lga oldi, ya'ni jamoaga bosh murabbiy bo'ldi va Alonsoni o'zini oldida
oldiga Real Madrid rahbariyatidan qo'yilgan talablar. Alonsoni avvalambor o'zini falsafasi bor. Chunki Alonso kelgungacha biz uni falsafasini, o'zini jamoasini qanaqa shakllantirib, uni qanaqa darajaga olib chiqqanini ko'rdik. Nechta mag'lubiyatsiz o'yinlargacha borganini ko'rdik. Butun dunyo ko'rdi. Buni hurmat qilish kerak. Ya'ni nima bo'lganda ham hozir Mastantoni olgani va uni bu o'yinda, bu o'rinda, bu Rodrigoni o'rnida sinayotgani bu demakki uni Rodrigoni qanotida balki ikkita xuddi shunaqa o'yinchini shakllantirayotgan bo'lishi ham mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Chunki boyaga yana gapga qaytamiz. Umuman futbol kunlarini zichligi. Ertaga Chempionlar Ligasi yanada qizg'in pallasiga kiradi. Oydan oyga, haftadan haftaga. La Ligada yonishni boshlaydi. Hozirgacha yaxshi edi, masalan, g'alabasiz, mag'lubiyatsiz seriyalar bilan yaxshi ketyapti. Endi bitta mag'lubiyat bo'ldi, yana g'alaba. Aytmoqchimanki, ertaga raqobat turnir jadvalida kuchaygan sari jamoada ham shunchalik harorat oshishi boshlaydi. Ya'ni ular bo'shashmaslikka majbur. 2 kun, 3 kun Chempionlar Ligasi, 2 kun, 3 kun La Liga o'yinlari kamida va orada yana keyin FIFA kunlari bo'lishi mumkin. Ertaga qishda klublar o'rtasida jahon chempionati, to'g'rimi? Bo'ladi. Yo, bo'lmaydimi? Yo'q, 4 yilda bir bo'ladi chempionat. Klublardan keyin. Na. No, в общем, baribir haddan ziyod ko'p o'yinlar. Zich o'yinlar. Shun bilan shuni hisobga olgan holda mavsum boshidan u o'zida bor yangi o'sha hamma futbolchilarni sinayapti, ko'ryapti. Va bu normal holat. Bo'lmaganda o'sha o'zingiz aytganingizdek Vinicius bilan agar Rodrigoni bir qanotga raqobatchi qilib qo'ygan taqdirda ham ikkalasi raqobat uchun juda ham o'zini maksimal ko'rsatishga harakat qiladi va ikkalasi to'laqonli galma-galdan o'ynagan taqdirda ham o'zini to'laqonli maksimal formasini ko'rsatib, maksimal potensialini ko'rsatadi, maksimal rezultatga olib chiqadi. Xuddi mana Braziliyadagi bo'lgani kabi. Va ularni yoshligini hisobga olganda bu ular uchun katta yo'qotish emas. Biz uchun katta yo'qotishdek, xuddi muxlis endi zo'r bo'lyapti, endi shakllanib jamoadan, klubdan joy olgan edi. Tarkibga qo'shilib, tarkib bilan birgalikda bo'lib ketgan edi. degan qarash bilan biz muxlis sifatida ozgina jon kuydirib deb qolamiz-da aslida. Lekin bu yomon emas, chunki Real Madridda bunaqangi yulduzli asosiy tarkib va yulduzli zaxira o'rindig'i bilan katta yillar, katta nomlar tajribasi juda ham ko'p bo'lgan. Shunaqa. Real Madrid o'sha mag'lubiyat Atletico bilan makkiladi. Real Madrid o'sha Atletico bilan bo'lgan o'yingacha 100% lik natija bilan kelayotgandi. Va bu Alonsoga bo'lgan ishonchni yanada orttirib, kutilmalardan oqlayotgandi qaysidir ma'noda. Lekin Atletico bilan bo'lgan o'yinda shu narsa sodir bo'ldiki, Real Madridning o'yini murabbiyning imzosi bilan emas, aksincha Alonso futbolchilarning individual mahoratiga ishonib qolgandek taassurot uyg'otdi menda. Va mag'lubiyat bo'lganda ham Barselonadan keyingi o'rindagi eng katta ta'qibchisi bo'lganda ham o'zini derbidagi o'zini vatandoshi, ya'ni o'sha bitta shahar a'zosi, shahardoshi. Bu qanaqa xulosa uyg'otishi mumkinki, Alonso katta o'yinlarda Real Madrid bilan hali tayyor emas degan narsa uyg'otishi mumkin. Bu shunchaki faraz. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Rostdan shunaqamidi va umuman o'zi Atletikoni yutish uchun Real Madridga nima yetishmadi o'zi? Futbolda eng qiziq tarafi ham shunda-da aslida. Futbolda eng qiziq tarafi ham shunda. Hozir aniq tiniq hech narsada bo'lmaydi baribir, sababi o'yin davomida Real Madrid qanaqa edi? Mana sizni o'zingizga agar hisobni olib tashsak, Real Madrid qanaqa ko'rindi Atletico bilan o'yinda? 100% mag'lubiyatga yo'q, 10 ball shkalada deylik 7 bo'ldi desak bo'ladi. O'sha kuni lekin 5-2 lik hisob emas edi aniq. Ya'ni vaziyatlar hal qildi. Ya'ni butun o'yin hal qilmadi. Chunki futbol bor.
futbol bahsida ya'ni vaziyatli hal qiladi. Ya'ni butun jamoa bir jamoa butun o'yin anaqa hujumda bo'lishi mumkin, hamma to'pni nazorat qilishi mumkin, hamma narsani qilishi mumkin. Lekin raqib jamoada 2-3 ta vaziyat bo'lsa, u 3 ta vaziyatdan har birida 100% natija bilan agar foydalansa, u yutib ketadi. Lekin nazorat bunda masalan, endi bu o'yin bunaqa demoqchi emasman. Ya'ni futbolda qiziq tarafi shunda-da. Hozir Xabi Alonsoning murabbiyligi ostida birinchi katta derbida, birinchi katta jamoa bilan bu natijani demak Alonso bu tarafdan nozik ekan, demak Alonso bunaqa katta o'yinlarga hali tayyor emas ekan deyishimiz menimcha noto'g'ri. Endi yana bir katta o'yin kutib turibdi, Klasiko bo'lmasiga ham keyinroq o'tamiz. Jud Bellingham va nihoyat qaytdi safga va menda bir narsa o'ylantiryaptiki, Real Madridda o'zi har doim qiynab kelgan narsa, qaysi futbolchi qaysi pozitsiyada, qaysi bir asosiyda o'ynar ekan. Ya'ni zaxirani shunda asosiyga olib qo'ysa ham asosiy jamoada farq qilmaydi. Jud jarohatda vaqti Valverde, Arda, Tchouaméni orqaroqda. Va biz shuni ko'rdikki, Alonso Tchouaméni bilan o'yin quruvchi futbolchi sifatida foydalandi. Va endi Jud qaytgandan keyin biz shuni ko'ryapmizki, Jud 6 oy jarohatda bo'ladimi, 3 oymi, 1 yilmi, baribir safga qaytsa o'z o'rnini bittada bildiradi, o'z darajasini. Va Atletico bilan o'yinda garchi o'zini ko'rsata olmagan bo'lsa ham, Villarreal bilan o'yinda haqiqiy jangchiligi, o'ziga xos futboli borligi, o'zini so'zi borligi jamoada ko'rinib turdi, yaqqol. Endi shu narsa o'ylantiryapti meni. Jud yarim himoyada o'ynaydi. O'yin qanot hujumda o'ynay olmaydi baribir. Chunki uni o'yin uslubi bunchalik tortmaydi baribir. Va Alonsoning o'yin uslubi ham shunaqaki, o'yin qanotga chap oyoq futbolchi qo'yish. Shuni so'ramoqchi bo'lganim endi sizningcha hozir qanaqa tartibda bo'lishi mumkin? Taktik sxema. Mastantuono ketib Arda oldinga chiqarmikan yoki Ardani o'rniga Jud qo'yib Mastantuonodan foydalanishda davom etarmikan? Qanaqa kutilmalar bo'lyapti umuman taktik sxemada? Bu borada ochig'i men aniq bir narsa ayta olmayman, lekin Mastantuono agarda sog'lom bo'lsa, u menimcha o'ynayveradi. Chunki Mastantuononi bizga qanchalik bilinsin bilinmasin, menimcha uni boshqacha jihatlari bor. Umuman u o'sha qanot egasi aytaylik va u qanotda o'sha noodatiy fikrlashi bilan jamoani yaxshigina bitta qura oldi. Va Xabi Alonso agar o'yinchi ham Xabi Alonsoni unga bo'lgan o'sha rivojlantirishini, unga bo'lgan ishonchini oqlasa, u o'sha joyida o'ynayveradi. U o'sha hujumkor, qanot yarim himoyachisi bo'lib, qanot hujumchisi bo'lib o'ynayveradi. Hujumkor yarim himoyachi o'ynayveradi, sababi u kerak. Bellingham tushunarli, u markazda, u o'sha ham hujumga ham shu bilan teng baravar himoyaga qaytaveradi. Endi bitta jihati bu Gullerni ham o'ziga xosligi bor. Gullerni ham tarkibga kerakli jihati bor. Bitta jihati shundaki, agar Valverde o'ynasa, Valverde tayanch zonasiga tushadigan bo'lsa, Tchouaméni hozirgi sharoitda, ya'ni himoyachilarning ko'pchiligi aksari jarohatlanganligini hisobga oladigan bo'lsak, Tchouaméni shunaqa universal futbolchi, u oxirgi himoyachi pozitsiyasida ham bemalol o'yna oladi va bunaqa tajriba ko'p bo'lgan. O'tgan mavsum deyarli har o'yin shunaqa. Shuning uchun xuddi mana shunaqa o'zgarish bilan tarkib shakllanib ketish ehtimoli katta. Ya'ni qolganlari o'zini pozitsiyasida o'ynayverishadi. Yana bir narsa bor ekan, qanot himoyachilari, ya'ni o'ng qanot himoyachilari jarohatdaligi sababli Valverde o'ng qanotga tushsa, hozir shu keladi. Chunki o'tgan mavsumda ham o'sha Carvajal jarohatda vaqti Lukaska ko'p o'yinlar ishonib topshirilmadi, baribir tabiiyki o'sha Valverde o'ng qanotda o'ynadi va o'rtada o'sha eski sxema. Va bu hozir ham Arnold ham Carvajal ham uzoq muddatga ketgan baribir. Katta ehtimol shunaqa Valverde o'yinda tayanchda Tchouaméni,
chaproq Jut, o'ngroq Arda bo'lish ehtimoli katta. Shunaqa. So'ramoqchi bo'lgan narsam, Vinicius Juniorni Xabi Alonso umuman o'zgartirdi. Va garchi shunaqa deb aytgan bo'lsa ham kerakki, Vinijon, men senga Ancelotti doda emasman. Erkaliklaringni menga qilmaysan. Endi o'zingni ko'rsatishing kerak. Agar ko'rsatmasang, ana vatandoshing, o'zingni do'sting Rodrigo o'ynashi mumkin degan mazmunli bir gaplarni aytgan bo'lishi hech kam emas. Chunki biz ko'rdikki, har bir o'yinda har bir futbolchi bilan har bir vaziyatni tortishadigan, hakamlar bilan har o'yinda urishadigan va pressing qilmaydigan, himoyaga qaytmaydigan Vinicius Junior bu mavsumda o'zini har taraflama ideal ko'rsatmoqda. Bo'lishi mumkin ora-orada qanaqadir o'zini eski injiqliklari, bu xarakterga baribir tortib ketadi. Bu Alonsoni murabbiylik borasidagi futbolchilar bilan har bir individual shug'ullanganligi yoki har birini o'z o'rniga qo'yib qo'yganligi ustunlik tomonimi? Nima deb o'ylaysiz? Bo'lishi mumkin. Bemalol ko'pchilik hozirgi zamonaviy murabbiylarni ham yutug'i, ularni o'sha ustunligi menimcha shunda, ya'ni ular alohida o'sha ma'lum bir jamoani frontmeni bo'lgan, jamoani katta nomli o'yinchilari yoki iqtidorli o'zi sanalgan o'yinchilarini to'g'ri yo'naltirish, nafaqat mashg'ulotda, nafaqat to'p bilan, nafaqat ularning o'zini pozitsiyasida fikrlashini ham. Qisman psixolog yoki bo'lmasam u jamoada psixologlar bor, psixologlar bilan, ya'ni Xabi Alonso berishi mumkin vazifa psixologlariga Vini bilan qanaqa yo'sinda, qaysi rakursga uni fikrlashini, uni qarashlarini to'g'rilab berishi. Ya'ni u biladi, u his qiladi Viniciusga nima kerak, nima kerak emas. Shu narsani unga yetkiza olgan va o'zgardi. Bu juda ham katta natija va bu hozirgi kunda eng nima deydi, o'sha murabbiylarning eng katta bir fishkasi, eng katta bir o'sha iqtidori, yutug'i. U murabbiy oldin ham gaplashgan, aslida har doim gaplashgan. Hozir bu narsa yana bir ommalashib tendensiyaga aylanib boryaptiki, u shu murabbiylar o'zini menini bir chetga surib qo'yib, o'zini menini ilgari surgan futbolchilar bilan gaplashib, til topib, uni to'g'ri yo'lga va jamoani o'sha tarkibga hamfikr bo'lishiga, jamoa bilan birga harakatlanishiga, jamoa falsafasini tushunib, jamoa falsafasidan chiqmasdan, o'zini falsafasini tiqishtirmasdan olib olib kelish, ya'ni uni tushuntirib shu yo'singa qo'yib berish, bu katta ish va buni topgan murabbiy omadli, eng ko'p yutuqlarga ega, eng nomdor murabbiyga aylanyapti. Shunaqa. Endi Mbappe ham garchi kichik jarohat bo'lsa ham o'zini formasini yo'qotmaydi degan umiddamiz va kecha ko'rdikki, Fransiya bilan o'yinda urgan goli haqiqiy sog'liq yurishdek bo'ldi baribir, juda chiroyli. Dribling ham, zarba ham, hammasi ideal va umuman Mbappeni bu mavsumdagi Real Madriddagi o'zini tutishi, o'zini o'yinlari, har bir o'yinda gol urishi, har bir o'yinda o'zini muhim figurasini ko'rsatishi jamoa uchun ham va Mbappeni o'zi uchun ham ancha yutuq. Va biz ko'rib turibmizki, Mbappeda ham baribir o'sha liderlik qobiliyati bor va asosiy jamoa quruvchi, asosiy jamoaning lideri bo'lib shakllanishi ehtimoldan yuqori emas va vaziyatlar ham shunaqa fikrlashga olib kelyapti. El Clasicoga ham hech qancha vaqt qolmadi, 26-oktyabr. Endi ungacha ham qanaqa vaziyat bo'ladi bilmadik, lekin ayni vaqtdagi vaziyat shunaqaki, bir tarafda deyarli hammasi ideal zo'r ketmoqda, ammo bir tarafda esa, ya'ni o'sha Barselona tarafda esa hozircha jarohatlar sabablimi yoki Flickni o'zgartirishlar kiritishi kerak bo'lgan paytda deyarli hech narsa qilmagani, ya'ni o'tgan yilgi mavsum fikrlashi bilan bu yil ham shunaqa tugataman degan qaysidir ma'noda nutq bergani o'yinni qizishga yana bir bor olib kelishi mumkin. Ya'ni uzoqdan olib kelganim shunaqaki, Klasikoda ashaddiy dushman, dunyoning ikkiga bo'luvchi o'yin, bir kunda
bir taraf Real Madrid, bir taraf Barselona xohlaymizmi yo'qmi, garchi boshqa klubning muxlislari ham. Ikki xil vaziyatda boradigan ikki xil klubda qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz klassikoda? Baribir bu o'yinda har qanaqa muammo yig'ishtiriladi, hamma o'yin shunga qaratiladi, hamma e'tibor shunga qaratiladi. Kutilma o'zi qanaqa? O'zi nimalar bo'lishini kutmoqdasiz va nimalar bo'lsa to'g'riroq deb hisoblaysiz? Endi menimcha nimalar bo'lsa to'g'riroq bo'ladi deb menimcha men aytganim noto'g'ri bo'lsa kerak. Endi kutilma menda ham mavhum aslida hozirgi holatdan kelib chiqqan holda. Chunki Barsani ham asosiy o'yinchilari jarohatda aytaylik, Madridda ham xuddi shunaqa asosiy o'yinchilari himoyasi, eng asosiysi jarohatda va asosiy o'yinchilari yana jarohat olish ehtimolidan kam emas. Shuning uchun bu juda ham mavhum. To'g'risi men hech qachon El Clasico'ga juda katta bir kutilma bilan, qanaqadir ajdaniya bilan qaramayman aslida. Eng yaxshisi bu o'zi anaqa futboldagi finallarda bir gap ko'p ishlatiladi. Final непредсказуемый. Ya'ni finaldagi hisob qanaqa bo'lishini hech kim hech qachon oldindan bilib bo'lmaydi baribir. Juda qiyin. Ya'ni ko'p finallarni ko'rganmiz. Umuman outsider bo'lgan jamoa qanaqadir bir mo'jiza bilan finalga yetib kelib qolib, o'tdagi katta bo'lgan butun chempionat frontmeni bo'lgan jamoalarni ham yutib ketib qoladi ba'zida shunchaki finalgacha kuchi yig'gan jamoa finalda umuman kuchini yo'qotib qo'yib katta hisobda yutqazdi. Ya'ni nimaga aytayapmanki, El Clasico'ni men shunaqa ko'raman. Xuddiki bu mavsum o'rtasida bo'ladigan qanaqadir bir finaldek kabi. Eng asosiysi shunaqa El Clasico bo'lmasin, zerikarli, 0-0li, ochiq futbolli, juda ham chiroyli futbolli, janjallasiz, jangovar o'yin bo'lsin bo'ldi. Shunaqa. Siz muxlislarda ham klassikodan oldin qanaqa kutilmalaringiz bor, qanaqa taxminlaringiz bor va bu ikki klubni muammolarini qanaqa taqqoslaysiz? Izohlarda yozib qoldiring albatta. Suhbatimizni Real Madrid, umuman Real, Barsa, boshqa grand klublar haqida qancha gaplashsak, soatlab, ayniqsa ikki futbol jinni muxlisi o'tirib qolsa, soatlar kamlik qiladi. Afsuski, vaqt eng oliy hakam. Bizda ham vaqtimiz chegaralangan. So'nggi so'z o'rnida shu narsani so'rab qolardik sizdan. Siz uchun siz o'zingiz ko'rgan barcha davrlarning eng kuchli Real Madrid jamoasini tuzib bersangiz. Faqat Realda o'ynagan. Realda o'ynagan futbolchilardan eng kuchli terma jamoa. Real Madrid terma jamoasi deydi. Shunaqa bo'ladimi? Xo'sh, darvozada Casillas. Himoyada chap qanotda albatta Roberto Carlos, orqa himoyada keling kim? Xo'sh, o'nda Salgado men uchun, orqa himoyada Fernando Hierro, keling Cannavaro. Hatto u o'sha Italiya jahon chempioni bo'lgandan keyin kelgan, o'zining eng yulduzli davrida bo'lgan. Aslida Cannavaroni o'yini Italiya bilan jahon chempioni bo'lishdan oldin ham 2004-2005-yilgi mavsumda juda ham zo'r bo'lgan, juda ham. Men Cannavaroni o'yinini maza qilib ko'rardim. Bu futbolchiga bo'lgan muhabbatim, bu futbolchiga bo'lgan mehrim, tag'in o'ylamaylik. Murabbiylik sohasida men ham juda ham bir katta savol ostida uni kuzataman. Tayanchda Xabi Alonso. Demak 4 ta himoyachi, darvozabon 5 ta, tayanch himoyachi 6 ta, o'rtada savolsiz Zidanni qo'yamiz, o'ng qanotda Beckhamni qo'yamiz, chap qanotga juda ham o'zi tiqilinchda aslida. Men qiyin o'zi tanlov ko'p o'yinchilar aslida, juda ham ko'p o'yinchilar. Chap qanotga Real Madriddan
bir tarafdan figura ham qo'ygim kelyapti. Ikkinchi tarafdan o'zi aslida Gutini ham qo'ygim kelyapti. Gutini ham juda ham zo'r o'yini bo'lgan. Juda ham. Keling figurni qo'yamiz ko'proq. Bu terma jamoani o'zim ko'p qilib PlayStationda rosa ko'p o'ynardim bir paytlar. Oldinda juda ham tiqilinch u ham, lekin Ronaldo Raul. Ya'ni Cristiano emas, braziliyalik. Yo'q, Cristiano. Cristiano. Endi Agar Cristianoni shuni aytmoqchi, agar hozir Ronaldoni ham qo'ygim keladi, Marentisni ham qo'ygim keladi. Juda ham ko'p uni qo'yaman desangiz. Hammasi kerak bo'lsa, Higuain ham o'ziga yarasha o'zini nimalasi bo'lgan, davr shukir o'ynagan, Real Madridda hujumda juda ko'pchilik o'ynagan. Nistelrooy ham endi to'g'ri eng zo'rlarini olamiz, lekin eng zo'rlari aslida o'zi Pushkish bor. Di Stefano bor. Ularni o'zi almashtirib bo'lmaydi. Endi men aytganlarim bu o'zim ko'zim bilan ko'rgan tarkib, o'zim juda ham mehr bilan fanat bo'lib, muxlis bo'lib, balet qilgan, qayerdadir o'yinlarimizni o'xshatishga harakat qilgan, qayerdadir ularni alohida personal muxlislari bo'lgan odam sifatida qo'ydim bu o'yinchi. Tushunarli. Endi men boya aytmoqchi bo'lgan gapim, agar Cristianoni qo'ymaganingizda hozir izohlarda yaxshigina negativ yozsangiz degan ma'noda. Rahmat, Islom aka, xush kelibsiz. Rahmat. Kursto haqida izohinglarni yozinglar, fikrlarni yozinglar, like bosinglar va eng muhimi obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi hafta ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.